Kraskasi bor uni. Bitta kirlo'si. Kirlo'di? Mana bitta kirlo'di. Mana shu qira nasib bo'ldi. Bamperlar almashmagan? Yo'q, tegidan ko'ramiz-da. Endi kraskasi bo'lsa ham narxini o'tib beraman, o'raman deydigan bo'lsangiz, ko'raveramiz qolgan hammasini. Chicha seryozni o'tmagan. Ya bu yaxshi. Assalomu alaykum o'rtoqlar, ko'rib beramizda bugun Kia Stinger. Bu mashinamizdan to'liq kraska probeklarini tekshirgani keldik. Mashinamizdan holati zo'r holatda ekan. Mashinamizdan 2023-yil 15000 kilometr yurgan. Mashinamizdan kraskalar top-toza deyishgan edi. Okamlar ham tekshirtirib olasizlar degan ekanlar. Hozir bizga kelib tekshirdik. Mashinamizni mana shu krilosidan kraska chiqib keldi o'rtoqlar. Qolgan joylarini tekshirdik. Qolgan joylar top-toza chiqdi. Hozir okamlar bilan o'zligi, oldi berdiligida ozgina kelishib olishadigan bo'lishdi. Mashinamizdan narxi keladigan bo'lsa 40000 dollarga baraka botdi. Boshqatdan dogovor bo'ladigan bo'ldi o'rtoqlar. Kimga bizdan xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Bo'y mashinalarni ko'rib beramiz. Ko'rib beramiz. Tanlovda birga adashmaymiz.